电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆特莱克投资管理有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第6季《Altın Göher丝绸之路之声》。接下来我们在舞台上进行的是我们的第3阶段考核。Salam ekran aldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli bağlıqçı ustozlar, shunaqla tomoshabinlar. Ushbu damlarda diqqatinglarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' silish boshqarish sharikati birlikda uyushtirgan cho'ng tipki televiziya to'r universal san'at programmasi 6-qarar Altın Göher Ipak Guli sadosi programmasining 3-bosqichi imtihon. Men sizlarning ko'ni riyosatchi do'stinglar Nijat Valiyapov. Qadrli ko'rman do'stlar, hurmatli tomoshabinlar, yana avvalgi reklam. Bizning 3-bosqichimiz, ya'ni imtihon bosqichimizda hurmat taxtidan o'rin olgan suyumli mehmonlarimizni sizlarga tunishtirib o'tishni to'g'ri topdim. Oldi bilan ehtirom ilikida do'stlarga tunishtirganimiz davlatlik 1-darajalik artist, xalqyar naqshchi, Ipak Yo'li sadosi programmasining bosh yetakchi ustozi, Jungo xalqaro madaniyat elchisi Abdulla Abdurim muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Devletlik 1-darajalik kompozitor, ataqlıq naqshchi, Xinjiang Moda Muzika jamiyatining muavin boshlig'i, madaniyat kasbidagi boshlamchi ixtisos egasi, mutaxassis Ablat Abliki muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Tianshanning janub va shimolida zo'r olqishga erishgan yosh naqshchi, shunaqla ijodiyatchi Tash Muhammad Botir muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Xinjiang san'at sho'yanining yosh naqshi o'qituvchisi, yuqori ovozli ayol naqshchi Aygul G'ulom xonim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Xinjiang san'at yurti Muqam san'at o'mikining yosh naqshchisi, 2-qarar Ipak Yo'li sadosi programmasining chempioni Komil Jilil muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Ataqlıq naqshchi kuy elchisi Hazrati Ali Muhammad Tursun, qarshi olamiz, xush keldingiz. Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, 3-bosqichimizning imtihon qoidasini sizlarga qayta bir tushuntirib o'tishni to'g'ri topdik. Bizning bu qarorliq Ipak Yo'li sadosi programmamizning 3-bosqichida yetakchi ustozlarimiz o'z gruppasidagi mayirlarning yana shu gruppadagi qaysi mayir bilan musobaqaga tushadiganligi haqidagi ismlikni rejissyorlar gruppasiga topshirib oldi. Navbatda mayirlarimiz chek tortish usuli orqali o'zining rad tartibini belgilaydi. Shundaqla 3 rad bo'yicha mana shu sahnada ustozlarimiz oldida imtihon berdi. Mayirlarning imtihon natijasini belgilashga 7 nafar baholag'uchimizni alohida sahnamizga taklif etib oldik. Albatta, baholag'uchilarimiz taxta o'rish shakli orqali mayirlarimizning oxirgi natijasini belgilaydi. Nomer taxtasi ko'proq bo'lgan mayirlarimiz bizning keyingi bosqichimizga muvaffaqiyatli qadam qo'ydi. Barliq mayirlarimizga omad tilaymiz. Ehtirom ilikida tavadna bizniki baholag'uchilarimiz bilan tanishib chiqaylik. Oldi bilan tanishtirganimiz davlatlik 1-darajalik artist, xalqyar naqshchi, Ipak Yo'li sadosi programmasining bosh yetakchi ustozi, Jungo xalqaro madaniyat elchisi Abdulla Abdurim muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik Partikom tashviqot bo'limining sobiq muavin kuzatuvchisi Xinjiang Hua muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Dangliq kompozitor, san'at tadqiqotchisi Yasin Muxbil muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Davlatlik 1-darajalik rejissyor, dangliq shoir Muxtar Bug'ra muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Xinjiang san'at sho'yanining naqshi o'qituvchisi, lektor, Ipak Yo'li sadosi programmasining yetakchi ustozi Ayshugul Muhammad xonim, qarshi olamiz, xush keldingiz. Xinjiang san'at sho'yanining o'qituvchisi, yosh naqshchi, muzika ijodiyatchisi Abduali Sattar muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Xinjiang san'at yurti naqshi usul o'mikining yosh naqshchisi, 3-qarar Ipak Yo'li sadosi programmasining chempioni Zulfiqar Muhammad muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. 6-qarar Altın Göher Ipak Yo'li sadosi programmasining 3-bosqichi imtihon hozir rasmiy boshlandi. Bir yillik taraqqiyot bosqichini muvaffaqiyatli besib o'tib, guruhlashgan korxonaga aylangan Shanxay Göher guruhi mayirlarga omad tilaydi. Baxtım üçün bulbul kelib
Qolsun qolunğa Mehro vapa çırak bulsun Yürgen yolunğa Mehro vapa çırak bulsun Yürgen yolunğa Çin yürekten işkim berip Kirdim koyunğa Menin barim senin bolsun Bolğun yanımda Çin yürekten işkim berip Kirdim koyunğa Menin barim senin bulsun Bolğun yanımda Dertlerini ala yüzüm seni güldürer Muhabbetinin yalqınıdan ürtep küydürer Sadakatten kadrin biley Kadrim bildirey Yaz baharım senin bulsun Bolğun yanımdan Sadakatten kadrin biley Kadrim bildirey Yaz baharım senin bulsun Bolğun yanımda Sadakatten kadrin biley Kadrim bildirey Yaz baharım senin bulsun Bolğun yanımda Sadakatten kadrin biley Kadrim bildirey Yaz baharım senin bulsun Bolğun yanımda Baxtım üçün bulbul kelip Qolsun qolunğa Menin barim senin bulsun Bolğun yanımda Bolğun yanımda A'la sifatlik yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan, ketpul sohasida sarkarlik rolini o'ynayotgan Xinjiang Cho'ng Ustam yemaklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Aka, qarag'ana sana nima keldim. Nima bu? Altın güher erler terasıra yurishdik. Ya'ni bunun ichidagi ma bu altın güher erler saqal tozalashmazlik be. Ha, mening o'g'illarim ishlatayotgan buni. Bu bir oltin güherni bir chaqalli suyuqlik bor ekan, bek yaxshi ekan deb topolmay ketib qolganman. Bugun oltin güherning joymay degansiga o'zimga bir yurib setib olib olgan. Qarsam sizlar erlar qarta ishlangan, erlar terasıra yurishdik bor ekan. Bo'lib mushni to'yjan qildi. Ya'ni buni qo'shimlikka saqal tozalashdan sirt odatda shimyanayni o'rnida ishlatkili bo'ldi ekan. Tozni ochgan.
Sübət və ünüm cəhətdə həmməylərini qayıl həm mayıl qılan Altın Göhər və Ay Göhər teri asıraş məhsullatları bilən rayonumuzun güzəllik quruluşunda büzüş xarakterlik nəticə yaratqan Şanxay Göhər Groyi proqramımızın tajdarlığını aldı. Əla sübətlik yürüşlük məhsullatları rayonumuzdakı aşxanlarga və inaq ailələrə sığıb kirgan, tetutqu sahasında sərkərdilik rolunu oynavatqan Şinjan Çoğ Ustam Yeməklik Çəkiliş şirkəti proqramımızı alayda tələb qıldı. Rayonumuz dəvəsində yemək-içmək sahasındakı başlamçı karxana Şinjan Hərdənbağ Yemək-içmək Pay Çəkiliş şirkəti proqramımız bilan strategiyalik həmkarlaşdı. Proqramımızda yuqori sifatga kapolat qilgan yangi davr alayidligiga ega Şinjan imzar kiyimleri alayda qo'lladı. Tәрbiya bilan san'atni birga elib yengayotgan Şinjan tush jamiyati bilyard klubi Çəkiliş şirkəti proqramımızga yaqindan yordam berdi. Rayonumuzda güzellikli sevgichi xonim-qizlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan sifat va fason jihatda xonim-qizlarning olqishiga, shundoqla birdek e'tirof qilishiga erishib kelayotgan 18 yillik tarixga ega Dilkar kiyimlari programmamiz bilan alohida hamkorlashdi. Sahardi gullar qilgandi jilva bo'ldi taq yo'liming sayligo bo'ldi taq yo'liming sayligo ichilgan gullar janda turib bir-birdin ko'rkamda bam ichilgan gullar janda turib bir-birdin ko'rkamda bam Mecnun hey tam Mecnun hicran bilen Mecnun bir kuni çıkarmış bulak boyiga çıkarmış bulak boyiga şundan görüp laylip boyini alalap sütten başını şundan köp layli bu şirin alalap sütten başını Mecnun hey tam Mecnun tam Mecnun hey tam Mecnun tam Mecnun hey tam Mecnun hey tam
Ekrandaki aziz görürmenler, imtihan basqıçımızda Hərdənbağ qrupusidagi 2 nafar mahirimizning imtihoni muvaffaqiyatli tamamlandı. Bizning 7 nafar alayda takliflik baholug'uchimiz taxta o'ri shaklda mahirlarimizga o'z mayilligini va qoyilligini bildirsa bo'ladi. Qaysarjanni yaxshi etdi degan do'stlarimiz ko'k taxtasini ko'tarsa bo'ladi. Ilhomjanni chiroyli aytib berdi degan do'stlarimiz qizil taxtasini ko'tarsa bo'ladi. Xonadaqda yetakchi ustozlarimiz tayyorlik qilib bitgan bo'lsa, taxtalarni ko'tarib bersanglar. Rayonimiz təvəssüdə yemək-içmək sahəsidəki başlamçı karxana Şinjan Hərdənbağ yemək-içmək payçək şirkəti mahirlərə omad tilaydi. Göher armanlarını rastalla qol bilan tutqili, ko'z bilan ko'ngil bo'ladigan Göherga aylantirdi. Bu Shanxay Göher guruhining bosh mudiri Göher xonimga berilgan oddiy, lekin chin baho. U top-to'g'ri 21 yil tirishish orqali G'ulji nohiya bozoridagi asldagi 80 kvadrat metrlik Talla bozoridan taraqqiy qilib, bugungi Şinjan Oltin Göher xalqaro savdo cheklik shirkati, Şinjan Oltin Göher biopantexnik taraqqiyot cheklik shirkati, Xaynan Göherga xalqaro biopantexnik cheklik shirkati qatorliqlardan tashkil topgan 100 dan ortiq ishchi xizmatchisi, 200 dan ortiq amaliy do'koni bo'lgan Göher guruhini borliqqa keltirdi. Mana bular Göher guruhining davlatimizning grim buyumlari ishlab chiqarishidagi boshlamchi korxona Shenzhen Lanting guruhi bilan birlashib, Şinjanning jug'rofiylik sharoiti, iste'mol odatiga qarata ilmiy tadqiqot berib, bu rayon kishilarining teri aloyiligiga qarata maxsus dengiz jonliqlarini xom ashyo qilib ishlagan, kamni to'liqlash, ortiqni tamponglashtirish roliga ega Oltin Göher teri asrash yurishliklari. Göher guruhining Shanxay Chuanli guruhi bilan hamkorlashib, butunlay avtomatik, odamsiz muhitda maxsus o'simlik javhari bilan odamga xom ashyo qilgan alohida teri yashartish iqtidoriga ega Oy Göher teri asrash yurishliklarini ishlab chiqarib, 200 xildan ortiq mahsuloti bilan rayonimizning go'zallik qurilishiga to'kib qo'shib, yeshil mahsulot nomi bilan davlatimiz grim buyumlari sohasida ta'sir kuchi zo'r marka, eng dangliq marka, saxovatchi korxona, 3A darajalik ishonchlik korxona degan sharaflarga erishib, mas'uliyat va minnatdorlik tuyg'usi kuchli bo'lishda korxona ro'yini namoyon qildi. Shirkat sirtqi qarta setishni teziltishdan avval ichki jihatda tarbiyalashni kuchaytirib, sistemlashgan muntizam qo'shinni borliqqa keltirdi. Qarallik holda cho'lponlar hamkorlik faoliyatini o'rinlashtirib, xalq yaxshi ko'radigan cho'lponlar bilan mahsulot nom kartasini birlashtirdi. Yo'l mangansir ravon bo'ladi degandek, Göher guruhi yaqinda yuqori texnikalik tajriba tadqiqoti asosida Göher markasidagi hormondan xoli boniausan tarkibli kollagenlik oqsil peptid ichimlik va Göher koenzim Q10 yumshoq kapsula qatorliq sog'lomlik mahsulotlarini ishlab chiqarib, bu sohada yangicha taraqqiyot bosqichiga kirdi. Göher liderining jafosiga davr ritmi Shanxay energiyasi birlashib ketgan. Dunyoda faqatla mag'rur yagona birli Shanxay bor. Shanxayda yo'ruq yulduzdek chaqnab turgan Şinjanlik Göher bor. Shanxay Göher guruhi. Aku, o'xshagan bir tamoq yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning xurishlarini olib, nima deysak o'xshaydi emasmi? Nadi bor u? Dukka ismli hamma yerda bor. Cho'ng ustam. Cho'ng ustam. Cho'ng ustamning nomi yetti sharshaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning nomi yetti sharshaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor. Cho'ng ustam tayyor tomoq va tetik qo'llari. Nimishqi mojito davirsa? Hərdənbağ Jam ichimlik shirkatining yoshdagi bo'lgan eng yangi sovg'isi Jam mojito ichimligi. Mojito ko'ngilga yaqindir, mojito yurakka baradur, mojito sinardir. Yoshlik va shoshlikning ta'mi Jam mojito ichimligi. Jam mojito. Bugungi faoliyatda nima kiysan bo'la? Albatta imzor kiyimiz. Nishon qilsang shuhrat tepishni, odat qilg'in imzor kiyishni.
jamiyati biliyat klubi faqat tijorat so'rili bo'lib qolmay, har tavallikdagi musobaqa nuqtamizdir. Ko'ngil ichish, musobaqa, sahna, ozodi muhit, rahat kayfiyat birlashgan tush jamiyati biliyat klubimiz biliyat qizg'inligini yuqori ko'tarish va xaridorlarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Şinjan tush jamiyati biliyat klubi cheklik shirkati. Men Baxtiyor Mahmud Tush jamiyati hammamizning jamiyati. Qani birlikda tush jamiyatida jam bo'laylik. Dilkar huzurida surgan xiyol shunchalik go'zal. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tog'larning chekisidagi guldek latofatni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rohati jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Dilkar kiyimlari Yuqori sifatga kafolat qilgan yangi davr alohidligiga ega Şinjan imzor kiyimlari mayirlarga omad tilaydi. Demek İlham Can'a jami 6 nafar ustozimiz qizil taxtasini ko'tardi. Qaysar Can'a bir nafar ustozimiz ko'k taxtasini ko'tardi. Natijalar e'lon qilinib bo'ldi. Natijaga erishgan do'stlarimizni qizg'in qutlaymiz. Muborak bo'lsin. Albatta bu guruhda sizlarga yetakchi ustoz bo'lgan Ablat muallimning 2 nafar mayirga balkim hozirgi imtihon ahvoliga asosan aytmoqchi bo'lgan so'zlar bo'lishi mumkin. Ablat muallim. Rahmat niyatimiz fursatni berganligiga. Bu ishki mayirimizningki bir jup bo'lib chiqib qilishi intayin bir ko'nglimni bearam qiladi. Bu her ishkilisining qaysi ustun qaysi to'van degan meniki mashq ahvolidagi ahvolimda farqsiz bo'la. Amal bo'lmadi musobaqa programmaning tartib qoidalari shundoq bunga bo'ysunishimiz kerak. Ammo bugungi shu naq maydon ahvoliga nisbatan baliqchi ustozlarimizningki ko'rsatgan taxta mayilligiga mening boshqa fikrim yo'q. Rahmat ustoz, amaliyotda bizningki yetakchi ustozlarimizning imtihon qoidasidan xabari yo'q. Ya'ni programma ilinishga az qolgan vaqtida biz imtihon qoidasini bekitdik. Shunlashqa balkim nurg'un natijalarni ustozlarimiz mi bilmasligi mumkin. Mayirlarimizning bugungi imtihon natijasiga qoyil bo'lishini umid qilamiz. Shunaqla keyingi bosqichga qadam olgan mayirlarimizni qizg'in qutlaymiz. Muborak bo'lsin. Tayyorlik. Oldi bilan men hozir kichigimdan tortib hozirgacha beqib qator qo'shgan ota-onamga rahmat aytaman. Yana shundaqla meni izchil qo'llab kelgan ayolimga rahmat aytaman. Yana shundaqla shu Ipak yo'li sadosi programmasiga qatnashgandan keyin bizga o'z bolasidek g'amxo'rlik qilib, bizni qo'limizdan tutib yetaklab mushagicha akagan ustozimiz Ablat Abdukim ustozga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Jafo chekdingiz ustoz. Bo'ldi undaq bo'lsa, yana davomliq mushunaq katta sahnalarimizda sizni saqlaymiz ham shundaqla. Bir mezgillik aramdan keyin sizning texnik yaxshi holatda keyingi qarorliq programmalarimiz qatnashishingizni umid qilamiz. Bo'lamdi? Biz davomli birga tashlaymiz. Rahmat. Tan tarbiya bilan san'atni birga elib yengayotgan Şinjan tush jamiyati biliyat klubi cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Peyze aka. Yomon peyze. Ya aka. Ma yaqinda bir e'lon chiqqan-tan sen. Cho'ng ustamni demsa? Ya nimati? Cho'ng ustam shu. Ya nimati? Buni men aytbirim degina. Cho'ng ustamning nomi yetti shashaga. Taomlari o'xshab ketdi hamyada. Mushilan shu. Yegin bormi cho'ng ustamning taomlarini? Ben içip ketdi. Yura, men seni miyma qilib turay, ya. Ko'rman do'stlar, xuddi sizlar ko'rib turayotganidek, Ipak yo'li sadosi programmamizning oldingi qarorlarida chempionlik tajini kiygan bizning hurmatli san'atkorlarimizmi sahnamizga alohida qadam tashrif qildi. Ularning qatorida ehtirom bilan sahnamizga taklif etib oldigan navbatdagi naqshimiz bo'lsa, olqishliq kuychimiz, san'atkorimiz Zulfiqor Mehmet muallim sahnamizga marhamat.
Kel yürek, kel söygü, kel bağrımның yine bir bağrı. Kel yürek, kel söygü, kel bağrımның yine bir bağrı. Bardur aram kel ümit, sen hasretning ta'dir tasviri. Bardur aram kel ümit, sen hasretning ta'dir tasviri. Söygü güler, söygü öner, bu söygünü zade kim biler. Söygü güler, söygü öner, bu söygünü zade kim biler. Zade kim biler, bu söygünü zade kim biler. Rayonimizda güzellikni söygüchi xonim qizlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan sifat va fason jihatda xonim qizlarning olqishiga, shundaqla e'tirof qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega Dilkar kiyimlari mayirlarga omad tilaydi. Oy adaş bu yerda o'tirib ketibsan qo'y, tura, bilib ber tomoq yeb kelayli. Hoy adaş, nimasini deysa, bugun tunca oylik maoshimni olgandim degina, opamga bir sovg'at elib qo'sh qilib deydi. Nima bo'lishini faqat bilmadim. Voy shuni qilmishlar o'tirib. Adaş oltin go'har dengiz odamga ter çalışma maslahatlarini olib bera. Unim bek yaxshi ekan, oldin qaytib opamga olib bergandim, terini changaytib qo'rqitishni oldini oldik-a. Ha, hozirgi girim bo'yimlari bek chiqlab ketdi, ras unim bormi-ki, adaş? Bekam yaxshi-ki, opam bek yaxshi ko'rib ishlatyotdi. Ha, undaq bo'lsa jura, bilib berib elishbagina adaş. Jura oltin go'har maqsad ishlatilib boraydi. Birinci derecalik mukofotga erishgan mayirni Shanxay Go'har guruhi Go'har sog'lomlik mahsulotlari 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. İkinci derecalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Chong Ustam yemeklik chekli şirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. Üçüncü derecalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Herdembag yemek-içmek pay chekli şirkati jam yurishlik ichimliklari 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. 4. derecalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang imzar kiyimlari 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. Undan başqa 5. derecalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang tush jamiyati bilyard klubi chekli şirkati 10 ming yuan qiymatidagi katta buyum bilan taqdirlaydi. 6. derecalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Dilkar kiyimlari 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Mayirlarga yaxshi natijalarning yor bo'lishini chempionimizdan umid qilamiz. G'ayrat qilgaysizlar.
Kapkara koy gözlüğüm Qaydın tapalay men seni Sorsa üstünün Ay dep çakarlay men seni Sorsa üstünün Ay dep çakarlay men seni Kapkara koy gözlüğüm Kaygıdı kaldı bu bişim Kapkara koy gözlüğüm Kaygıdı kaldı bu bişim Qancha yağmur to'xtadi to'xtay demaydi ko'z yoshim qancha yağmur to'xtadi to'xtay demaydi ko'z yoshim Kapkara koy gözlüğüm Saçını kıyılsam çukara Kapkara koy gözlüğüm Saçını kıyılsam çukara Aydı yılda gelmesem Olmandı bağrım yara Aydı yılda gelmesem Olmandı bağrım yara Olmandı bağrım yara Yigirma bir yillik taraqqiyot bosqichini muvaffaqiyatli besib o'tib guruhlashgan korxonaga aylangan Shanxay Go'har guruhi mayirlarga omad tilaydi. Qanday ahvoling aka, yaxshimi? Ha, yaxshi ekanman. Voy, to'g'randa. Voy. Nima aka? Bu og'zini cho'tding buniki? Bu biratal yeni ichib qo'yganing bo'pti. bo'pti. Topqandim men. Ma degan ma Ardambaq shirkati ishlab chiqargan ko'kchi quvvat suyi ichimligi bor. Nereden aldın bunu? Voy, 4 kun cho'gilab aran topqandim men buni akla. Ha, sen pul so'rasang mayli, bu ichimlikni talashmag'ina menda. O'zing tep qilg'ina. 电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由新疆特莱克投资管理有限公司、新疆艾米乐文化传媒有限公司、新疆博格拉商贸有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第6季《奥顿约尔丝绸之路之声》第3阶段考核。我是主持人李嘉德。
Salam ekran aldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli bağlıqçı ustozlar, shunaqla yetakchi ustozlar, aziz tomoshabinlar. Ushbu damlarda diqqatingizda bo'layotgani Şinjan Tilak mablag' silish boshqarish cheklik shirkati, Şinjan Hamra madaniyat taqiti cheklik shirkati, Şinjan Bug'ra sodi cheklik shirkati birlikda ishlagan cho'ng tipdagi televiziya tor universal san'at programmasi 6-qarar Oltin Go'har Yipak yo'li sadosining 3-bosqichi imtihon. Men sizlarning riyosatchi do'stinglar Nijat Vali Yaqub. Diqqatinglar yana davomli sahnamizda bo'lsin. Derdimni al hey keçe Kalan yalğız ben alalmasam derdim Algın canımni Derdimni al hey keçe Kalan yalğız ben alalmasam derdim Algın canımni Kimler bilen o keçidi yalğızlığım Yalğız qilib Şu keçige töken derdimni Kimler bilen bu keçidi yalğızlığım Yalğız qilib Şu keçige töken derdimni Derdimni al hey keçe Kalan yalğız ben alalmasam derdim Algın canımın Derdimni al hey keçe Kalan yalğız ben alalmasam derdim Algın canımni Qiynemg'i hay keçe bunchalar meni Çandırdığa yalğızlığım Tapalmay seni Qiynemg'i hey keçe bunchalar meni Çandırdığa yalğızlığım Tapalmay seni Yalğız koyup Kentin gussan Gelmezkendi Beryat olup Kalsam mı ben Bilerkim bunu Yalğız qilib bu
keçilik günelermenmi Xiriplikta yalğız kelip ötelermenmi Yalğız kelip bu keçilik günelermenmi Xiriplikta yalğız kelip ötelermenmi Yalğız kelip ötsem mi ben Şu bu köyler teşnalıktan mengü kütelermenmi Yalğız kelip ötsem mi ben Şu bu köyler teşnalıktan mengü kütelermenmi Teşnalıktan mengü kütelermenmi A'la sifatlik yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan tetqu sohasida sarkarlik rolini o'ynayotgan Xinjiang cho'ng ustam yemakli chek sherikti mayirlarga omad tilaydi. Aka, bu qitimqi bosqichga sizning kumush kelgan kostyumlarni kiyadigan deb qaysi markadan kiysam bo'ladi? Voy, nim dergi deyman, endi voy xotirjam bo'linglar, o'zim obrazga qilib olgan emzor kiyimlar bizning hammalarga bor. Ha, ham qilmam o'shildim. Bo'ldi aka. Sifat va unum jihatda hammalarni qoyil ham mayil qilgan oltin go'har va oy go'har teri asrash mahsulotlari bilan rayonimizning go'zallik qurilishida büzüş xarakterlik natija yaratgan Shanxay go'har guruhi programmamizning tojdorligini oldi. A'lo sifatli yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan tetqu sohasida sarkarlik rolini o'ynayotgan Xinjiang cho'ng ustam yemaklik chek sherikti programmamizni alohida talab qildik. Rayonimiz davasida yemek-içmek sohasidagi boshlamchi korxona Xinjiang Hardambog' yemek-içmek paychek sherikti programmamiz bilan strategiyalik hamkorlashdi. Programmamizni yuqori sifatga kapolat qilgan yangi davr alohidaligiga ega Xinjiang imzor kiyimlari alohida qo'lladi. Tarbiya bilan san'atni birga elib yengayotgan Xinjiang tush jamiyati bilyard klubi chek sherikti programmamizga yaqindan yordam berdi. Rayonimizda güzellikni sevgichi xonim-qizlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan sifat va fason jihatda xonim-qizlarning olqishiga, shundoqla birdek e'tirof qilishiga erishib kelayotgan 18 yillik tarixga ega Dilkar kiyimlari programmamiz bilan alohida hamkorlashdi. Xursand bo'ldik. Yuqorida do'stlarimiz o'zining imtihonini berib qo'ygan bo'ldi. Qay do'stlarimizning imtihoni sal uzrab qoldi ya. Qog'ozda oldirmagan yerlar bor, biroq menimcha ifodalarni yaxshi bo'ldi deb o'ylaymiz. Hamda ifodaning haqiqiy yaxshi bo'lgan bo'lmaganligini bizning baholovchilarimiz, ya'ni bugungi imtihon nazoratchilarimizning taxt ko'tarishi orqali bilalaymiz. 7 nafar ustozimiz taxt ko'tarish orqali ikki mayirimizga o'ziniki tanlashini bildirdi. Undaqda Zulfiqarga mayliqini bildirgan do'stlarimiz ko'k taxt ko'tarish shakli orqali, Uvul Qosimga mayliqini bildirgan do'stlarimiz qizil taxt ko'tarish orqali navbatda o'zining pozitsiyasini bildirsa bo'ldi. Qanundaqda ustozlar Aku o'xshagan bir tamoq o'zi yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning xurishlarini olib, nima deysak o'xshaydi emasmi? Nadi bor u? Dukka ismli hamma yerda bor. Cho'ng ustam. Cho'ng ustam. Cho'ng ustamning nomi yetdi shalshaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning nomi yetdi shalshaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning cho'ngliqi bor.
cho'ng ustam tayyor tomoq va tetik qo'llari. Ha, dal mushtam shu. Men ichgan qoq suvi jamning qoq suvi. Aka bu jamning qoq suvi shundoq payzmi ekan? Albatta, ichib baqsang bilasan. Ukam, Abdulla ichgan qoq suvidan bizga maykilan. Jamning qoq suvidan deymiz. Sag'irib pishgan urukning toza may bog'lagan yerdan jamning qoq suvini tayyorladik. Shu yillar 75 da o'ltirib yegan ko'kchining ta'mini jamning ko'kchisidan tetidik. Jan dadamning yaxshi ko'radigan asal suyimi jamda bor. Biz ichib ko'ngan balliq chaqlarimizda uylarda ko'ygan bu ichimlikni endi qaytib topdik. Jam. Sahar. U ormonlarni cho'qaloq yozgan qirollik chaqlog'iga o'xshaydi. Xo'shallik izdiguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qiyirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlüki, sümürüşçallığı yukarı kollagenlik aksıldan işlengen bulup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluqlaydı. Terinin elastikliğini yukarı götürüp, qo'ruq tushishning oldini oladi. Teri hücrelerini ozuqlik bilan ta'minlab, terini tegidin süzük, yumran qilib, dog' tushishning oldini oladi. Terining hayotiy kuchi dal kollagenlik aksıl. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlügi. Boshqalar meni chiroyli, terang bek yaxshi deyishidi. Terining yosh turishi amaliyotda kollagenlik oqsil bilan munosabatlik. Göher bonyalsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidning badanga so'milishi tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ngish qaygishi paydo bo'ladigan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tik o'skuchilari yo'g'inash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik oqsil peptid bilan har vaqt yosh turing. Göher bonyalsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidi. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işenç taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. Dilkar huzurida sürgen xiyol shunchalik go'zal. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tog'larning chekisidagi guldek latafetni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rohati jismimizga, madiyasi ismimizga yor bo'lsin. Dilkar kiyimlari. Rayonimiz tavasida yemek-içmek sahasındaki başlamchi korxona Şinjan Erdembağ yemek-içmek payçek şirketi Mayırlarga omad tilaydi. Dostumuz Zulfiqarga 6 taxt ko'tarildi. Ubul Qasımga 1 taxt ko'tarildi. Teşekkürimizni bildiramiz, rahmat sizlarga. Buldunaqda Zulfiqar yana davomliq keyingi bosqichga tayyorlik qiling. Rahmat. Ilm Ubul Qasım 6-cı qarar Altın Göher İpek Yılı Salası programmasının muvaffaqiyatli imtihan bosqichiga qadam qo'ydingiz hatto mayli natija qandaqla bo'lishidan qat'iy nazar necha ming o'quvchidan tanlanib bugun 5 nafar yetakchi ustozdan boshqa yana 7 nafar Abdulmir rayonimizning adabiyot san'at sohasidagi töhfikorlarning oldida o'z naqshingizni aytish sharafiga erishdingiz. Menimcha bu o'zimizga nisbatan yaxshi bir natija deb o'ylayman. Ifodangiz qandaqroq bo'ldi? Hazrati Ali yetakchining gapini anglab boqaylik. Rahmat Nijat. Maydonlik barliq ustozlar maylanga rahmat. Ubul Qasım enimmo bizning mush guruhdagi shu kuchli hisoblangan maylarning birisi. Bugungi ifodasida shunda xo'sh bo'ldim, lekin mushu bir necha kun yoqqa azroq bir zukam bo'lib qolgan, o'ziga bir mushtiyatin sal sharoit yaxshi bo'lgan bir ahvollar bor. Shundaqdimi bu enim nihoyat tirishdi. Bugungi ifodasimi men o'zim shunda suyundim, lekin azroq farqlar bilan hamda keyingi musobaqa uchun Zulfiqar enim tanlangan bo'ldi. Ubul Qasımninki texmi tirishni bundan keyingi bizning yana qilmoqchi bo'lgan ishlarimizda memlar yaxshi hamkorlashishni, yaxshi aka, yaxshi enim bo'lib o'tishimizni umid qilaman. Bugungi barliq ustozlarning bahosiga rahmat. Rahmat. Hazrati Ali muallimning o'quvchilarga bergan madadlaridan xursand bo'ldik. Bugungi natijaga nisbatan o'zingizning o'ylaganlaringiz hozir hissiyotingizni anglaydi. Mening mush bosqichga kelishim men intayin xursand. Yana birga shu men bilan
bir grupdagi mush Zulfiqar do'stimninki bundan keyingi musobaqalarga utuq tilayman. Aldilan meni Bekjonqa, ota-onamga chin yuragimdan rahmatimni bildiraman. Ondan keyin shu imzar gruppasiga tanlangandan keyin Shazir Telekom, Kiramkam, Tilyarkamlarga ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Yürügümün kıytıda gül sakladım yarın sana. Yürügümün kıytıda gül sakladım yarın sana. Gül degenge gül bulamdı, gülde kiraylık sen bana. Güldün kiraylık sen bana. Gül degenge gül bulamdı, gülde kiraylık sen bana. Güldün kiraylık sen bana. Yağlığımın kıytıda kan sakladım yarım sana. Vay yar sana. Yağlığımın kıytıda kan sakladım yarım sana. Vay yar sana. Kan degenge kan bulamdı, kan diyen tatlı sen bana. Kandın mı tatlı sen bana. Kan degenge kan bulamdı, kan diyen tatlı sen bana. Kandın mı tatlı sen bana. El yarini aydı seyey, men karaymen yar sana yey. Men karaymen yar sana yey. Sümbül saçlı kalem kaşlık can diyen artık sen bana. Candın artık sen bana. Sümbül saçlı kalem kaşlık can diyen artık sen bana. Candın artık sen bana. Yürügümün kıytıda gül sakladım yarım sana. Yuqur sifatga kapolat qilgan yangi davr alohidligiga ega Xinjiang imzor kiyimlari mayirlarga omad tilaydi.
Akam yaman zerikip ketdim men. Naqshini meşq qilib boldik. Nima ish qilsa qola? Sizdan aksiz cho'ng olgan ekan. O'tganda bir bilyard klubining gapini qilgandim. Nima edi ismi? Tush jamiyati bilyard klubi. Bu tush jamiyat bilyard klubiniki muhit qanday? Muhit intayin yaxshi aka, ham ichimi shuncha ozoda. Mulozimatim intayin a'la. Unda o'z berib bir 2 soat qilimizni armaldirib kelmaydimi? Shurakamda bo'lsa. Birinci derecelik mükafatga erişken Mahirni Şanghay Göher Guruhi Göher sağlamlık mahsulotları 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. İkinci derecelik mükafatga erişken Mahirni Şinjan Çoğ Ustam Yemeklik Çekiliş şirketi 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. Üçüncü derecelik mükafatga erişken Mahirni Şinjan Herdembağ Yemek İçmek Pay Çekiliş şirketi cam yürüşlük içimlikleri 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. 4. derece mükafatga erişken Mahirni Şinjan imzar kiyimleri 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. Bunun başka 5. derecelik mükafatga erişken Mahirni Şinjan tush jamiyati bilyard klubi çekiliş şirketi 10 ming yuan qiymatidagi katta buyum bilan taqdirlaydi. 6. derecelik mükafatga erişken Mahirni Şinjan Dilkar kiyimleri 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Mahirlarga yaxshi natijalarning yor bo'lishini chempionimizdan umid qilamiz. G'ayrat qilgaysizlar. Asta kulumdun tuttu Korekledi begimnin gülü Korekledi begimnin gülü Yüreğimge hararet verdi Ey anam bilen balamның kuli Yüreğimge hararet verdi bilen balamның kuli Sıkışı için kolları yumuşak Vücudumga tarab kuş bırak Vücudumga tarab kuş bırak Illık süygü bergini ortak Anam bilen balamның kuli Illık süygü bergini ortak Anam bilen balamның kuli
hayatning köpdün ve çoğqırı Kudret birer ümitning nuri Kudret birer ümitning nuri Erzet digen ana huzuri Ey bulgaç anam balamning kuli Erzet digen ata huzuri Ey bulgaç anam balamning kuli Bulgaç anam balamning kuli Tantarbiya bilan san'atni birga elib yengayotgan Shinjong tushga marta bilyard klubi cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Muallim, men bu musobaqa tugagandan keyin g'atish qaytmoqchi edim. Uydagi onamga, singlimga bir yaxshiroq sovg'a ilishni o'ylashgan, nima ilishni bilamedim. Biz xonim qizlar yanalam shu go'zallikni bakroq so'yimiz, go'zallikka bakroq intilimiz. Men endi shu dilkor kiyimlarni kiyib, shundoq o'zimni boshqacha go'zallik bo'lib ketgandek his qilaman-chu. Shuning mayli do'stlarim bo'lsin, mayli o'quvchilarim bo'lsin, shu dilkor kiyimlarni ilishni bakroq tavsiya qilaman. Balkim sizning opangizmi yaxshi ko'rdi, singlingizmi yaxshi ko'rib qoladi deb o'ylayman. Dilkor kiyimlardan opasingiz qanday bo'lar? Bo'ladi muallim. Shu kiyimni men tanlab bir opirib baqay. Qadrli ko'rman do'stlar, Ipak yo'li sadasi programmamiz 7 yoshdan 70 yoshgacha har millat do'stlar yoqtirib ko'rib kelayotgan Kuzur programmalarining biri. Bu programmamizdan cho'nglarimiz rohatlik topsa, yoshlarimiz jushqunlikqa erishidi. Yuqoridagi naqshlarlar balkim ekran oldidagi suyimli cho'nglarimizga ajoyib yarab ketgan bo'lishi mumkin. Naq maydondagi tomoshabinlarimizmi sizlarning tuyg'ularinglarga g'arq bo'lib, mo'nib ketdi. Albatta bu naqshni qanchalik darajada yaxshi etdinglar, bugungi imtihonni qanday berdinglar, buni yanla bizningki baholuvchi ustozlarimiz bekitdi. Ömercanni yaxshi etdi degan baholuvchilarimiz ko'k taxtga ko'tarish orqali, Abaydullahni yaxshi etdi degan do'stlarimiz qizil taxtga ko'tarish orqali o'zining qoyilligini va yoqtirishini bildirsa tamamen bo'ladi. Qandoqda ustozlar tayyorlik bitgan bo'lsa, 3 2 1 Dilkar huzurida sürgen xiyol shunchalik go'zal. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tog'larning chekisidagi guldek latofatni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rohati jismimizga, madiyasi ismimizga yor bo'lsin. Dilkar kiyimlari Tush jamiyati bilyard klubi faqat tijorat sonli bo'lib qolmay, har tavallikdagi musobaqa nuqtamizdir. Ko'ngil ichish, musobaqa, sahna, azodi muhit, rahat kayfiyat birlashgan tush jamiyati bilyard klubimiz bilyard qizg'inligini yuqori ko'tarish va xaridorlarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Shinjong tush jamiyati bilyard klubi cheklik shirkati. Men Baxtiyor Mahmud tush jamiyati hammamizning jamiyati. Qani birlikda tush jamiyatida jam bo'laylik. Yigitning imzor yarashgan bardam qomatiga cho'qqilar havas qildi-yu, qalbini bilishga amalsiz qoldi. Yigit sukut ichidan o'zini izladi. Imzor uningga "Men sana hamroh, har vaqt mardona bo'l" dedi. Yigitlarga hurmat yor bo'lsin, erkak zinnati imzor bo'lsin. Imzor kiyimlari
Tağırıp pişkan ürüknün tazı mey bağlagan yerden camның qaq suyunu tayarladık. Şu yılları 75'te oturup yegen kökçünün təmini camның kökçisinden detedik. Can dadamның yaxşı gördüğün əsəl suyumu camdı ba. Biz içip köngen ballıq çağlarımızda öyledi köygen bu içimlikni emdi qaytı tapdık. Cam. Aku, o'xshagan bir tamoq bo'lsa yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning qurishlarini olib, nima desak o'xshaydi emasmi? Nadi bu? Dukka ismlik hamma yerda bor. Cho'ng ustamning nomi yetdi shalshaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning nomi yetdi shalshaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning cho'ngliqi bor. Cho'ng ustam tayyor tamoq va tetikliklari. Sahar u ormonlarni cho'qaloq yozgan qirollik chaqlog'i o'xshaydi. Xo'shallik izdiguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qayirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlüki, sümürüşçallıqı yuqarı kollagenlik aksıldan işlengen bolup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluqlaydı. Terinin elastikliğini yuqarı götürüp, qoruq düşüşünün aldını alıdı. Teri hücrelerini ozonluq bilen təminlep, terini tegidin süzük, yumuran qılıp, dağ düşüşünün aldını alıdı. Terinin hayati küçü dal kollagenlik aksıl, altın göher kollagenlik aksıl yürüşlügi. Başqalar meni chiroyli, terang bek yaxshi deyishidi. Terning yashtirishi amaliyotda kollagenlik aqsil bilan munosabatlik. Göher Bonyalsan tarkibli kollagenlik aqsil peptidning badanga so'mirilishi tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ngish qaygishi paydo bo'ladigan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tik to'sh kuchlari yo'g'inash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik aqsil peptid bilan har vaqt yosh turing. Göher Bonyalsan tarkiblik kollagenlik aqsil peptidi. Rayonimizda güzellikni sevgichi xonim qizlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan sifat va fason jihatda xonim qizlarning olqishiga, shundaqla e'tirof qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega dilkar kiyimlari mayirlarga omad tilaydi. Do'stimiz Umarjonga 2 taxta ko'tarildi. Do'stimiz Abaydullahga 5 qizil taxt ko'tarildi. İkinci bosqichga muvaffaqiyatli qadam qo'ygan do'stimizni qizg'in qutlaymiz. Muborak bo'lsin. Rahmat. Xayrli qarshilashing'iz bo'ldi. Umarjon, sizning bugungi mushu ifodangizning qanday bo'lganligini balkim sizga necha kundan buyon yoki uzun mezgildan buyon yetaklashilib berayotgan Komil muallim bakrak bilishi mumkin. Avval Komil muallimning mayirlariga aqida qilayotganligiga tashakkurimizni bildiramiz. Yuqorida siz naqsh etayotgan chaqdimi eng huzurlanib ishtiyoq bilan anglaganlarning biri Komil muallim bo'ldi deb o'ylayman. Xo'sh, Komil muallim. Rahmat ustozlarga, vafot etganlar, Umarjonga rahmat. Mushto'yt ayningizni bizdan birga bo'lib, hamdamda bo'lib, mana shu asarni yana bir qitim senda chiqib hammamizni xo'sh qildik. Bu yerda tushib ketish, tanlanish muhim emas. Biz qalbimizda mangu akakayani ustoz sagidligimiz bor. Salomat bo'l, ishlaring yaxshi bo'lsin. Rahmat. Umarjon, bu asli mening tekstimda Komil Jelinning muzikasi bilan nayt yaxshi o'qilgan. Bugun sen texim yaxshi o'qidim. Men huzurlanib o'tdim. Yaxshi bir naqshni anglab oldik biz shu ustozlar bilan birga. Shunga bek ko'nglini yerim qilmasligini umid qilamiz. Bundan keyingi safarlarda birga mangamiz. Agar rahmat. Biz boshqacha o'ylagan bo'lsak, atishliq bola yetdi-ku men bundan hamda Abaydulla qaraganda azroqli farqi bo'lib qoldi. Farq bor. Kichkina farq. Kichkina. Shunga shuni to'g'ri tushundim deb qaraymiz. To'g'ri tushundingiz. Bo'ldi. Undaqda aytadigan yurak so'zlarimiz bor balkim. Eng avval shu Ahmeydandagi barliq ustozlarga ham meni qo'llab kelgan barliq yaqinlarim uchun ko'nglimdan rahmatimni bildirma. Endi bu musobaqa deganda shallanish, tanlanish bo'ldi. Uni biz to'g'ri tushunsak bo'lmaydi, qabul qilmasak bo'lmaydi.
Meyli bu Natija. neticemiz seni çıkıp İpek yolu başlanğandan yağı aytib algan üç naqshimizni yaxshi o'rindab tushib ketganimizning o'zi natija. Uningdan ortiq natija Kamiljon ustoz bilan ustoz shogirdlik munosabatini o'rnatganimiz eng chong natija bo'ldi. Bundan keyin ustoz bilan davomli ta'minlab, bundan keyin san'at kasbida yaxshi natijalarni qo'lga keltirish uchun tirishman. Rahmat ustoz. Xursand bo'ldik. Egizdi hurmat, yuragida minnatdorlik bor. O'quvchilarning qadamlari cho'qim xayrli bo'ldi. Bizmi yana davomli katta sahnalarda sizni kutamiz. Ko'rishga omon bo'ling. İpek yolu sadası, sevginin yok çigresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çigresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. Gümüş bağlar çok iyisi, nur kaynadı yüreğe. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası. İpek yolu sadası, hoş avazlar seynası. Bir dilekten Allah göz açdı seherde. Bir dilekten Allah göz açdı seherde. Ulaşdı toyga toy, taxtlar seferde. İnsan şah seferde, baxtliklar seferde. İnsan şah seferde, baxtliklar seferde. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası.